Qaysi mashina yangi olib 2 oyda sotsam qanchaga tashiydi? O'rtacha oyga 3000 dan 5000 gacha haydasangiz, urmasdan, qirmasdan 2 oyda, qirmasdan primerni 10000 probek bo'ladi. Li 9. Yangisi 73000. 10000 yurgani primerni 60000 dollarga olasiz. BYD Song Plus, ya'ni chempion. Yangisi 32000. Uni 10000 yurganlarni primerni 26-27000 atrofida olasiz. BYD ham. Yangisini chiqqanini aytayotgan bo'lsangiz, primerni 36000 atrof. Uni 10000 primerni probeklari 28000 atrofida bo'ladi. Dongfeng 008. Yangisi salonda 33000. Ularning narxi yaxshi ishlaydi. Primerni 10000 probeklarni 28000 ga olsangiz bo'ladi. BYD Chazot. Ularning pozitsiyalari ko'p. Eng qimmati 24000. Primerni 10000 probegi bo'lsa, 18-18,5 ming atrofida bo'ladi. Chevrolet Gentra. Hozir ularda salonda yo'q. Yangisi ko'chada primerni 15000 atrofida. Agar 10000 probek bo'lsa 13000 ga sotasiz. Agar 20000 probek bo'lsa